Qur'oncha va Uyg'urcha fitna. Abdori Abduvali Ayub. Birinchi buloqning beshi loy edi. Fitna Uyg'ur tiliga arab tilidan kirgan so'z. Tilimizda bu so'zga farscha xor degan qo'shimcha qo'shib ishlatiladi. Uyg'ur tilida arabchadan qabul qilingan so'zlar boshqa tillardan qabul qilingan so'zlardan ko'p. Bu so'zlarning ba'zilari diniy ilmlar, Qur'on va hadislarning vositasi bilan kirgan bo'lsa, ba'zilari madaniyat, ma'rif va tijoratdagi ta'sir jarayonida fors tili orqali tilimizga yerlashgan. Shunga Uyg'urcha kirgan ba'zi arabcha so'zlarning talaffuzi asli talaffuzga emas, farscha talaffuzga yaqin. Uyg'urlarda Saidiya xonligi yemirilib, milliy ong ojizlashgandan keyin madras ma'rifida fors tili hukmron o'ringa o'tib, arab tili va barliq diniy ilmlar fors tilida o'qitilgan. Biz kichikimizda oyat o'rgangan, haftiyak ko'tarib yurgan chog'larda darsxonadagi atalg'ular farscha edi. Masalan, yak zabar, du zabar deganlar farscha bo'lib, bir zabar va ikki zabar degan ma'noda. Haftiyak degan so'zmo farscha bo'lib, Qur'onning 7dan bir qismi degan ma'noni bildirdi. Bundaq holat toki yaqinqi yillarga qadar davom qilgan. Arab tilidan Uyg'ur tiliga kirgan so'zlar farscha talaffuzni saqlagandan boshqa iste'molda o'zgargan, ya'ni asli arabcha ma'noni yo'qotib, uyg'urchilashib ketgan. Bir tildan yana bir tilga so'zlar qabul qilingandan keyin bir ma'nilik so'zlar ko'p ma'nilik so'z bo'lib ketadigan yoki aksicha ko'p ma'nilik so'zlar bir ma'nilik bo'lib qoladigan ahvollar uchrab turdi. Masalan, arab tilidan Uyg'urcha kirgan din, hayvon, millat, fitna, zarba so'zlari ko'p ma'nilik so'zlar bo'lib, Uyg'ur tiliga kirgandan keyin bir ma'nilik so'zlarga aylanib qolgan. Agar bu omil nazarga ilinmay, arabchadan Uyg'ur tiliga qilingan tarjimada bu so'zlar uchirgan hamon Uyg'urchada borg'u deb o'ylab, Uyg'urchaga shu beti yezib qo'yilsa, masala ko'riladi. Masalan, arab tilidagi zarba so'zi zarba berish, urush degandan boshqa ayirib o'tish degan ma'nodami keladi. Ammo Uyg'urchada bu so'zning faqat zarba berish degan ma'nosi saqlanib qolgan. Buni o'ylashmaganda Qur'ondagi ayollarni ayirib o'tinglar degan ma'noda kelayotgan zarba so'zini ayollarni uringlar deb tarjim qilib qo'ydigan ish chiqadi. Hayvon so'zimi shuningga o'xshaydi. Bu so'z asli arab tilida ko'p ma'nilik so'z bo'lib, hayotliq, jonliq, hayvon degan ma'nolar bor. Qur'onning Muhammad Salih Damollam tarjim qilgan, Turkiyada chiqqan Uyg'urcha tarjimasi Anfal surasi 22-oyatida bu so'z xato tarjim qilingan. Masalan, shubhisizki Allah'ның nazarda hayvonlarning eng yomoni gasp bo'lib olgan, gochi bo'lib olgan, aqlini ishlatmaydigan kishilardir. Aniqki, bu yerda gapning beshi hayvon bilan boshlanib, oxiri kishilar bo'lib qolgan. Sababi arab tilidagi hayvon so'zining jonliqlar, hayotlar, hayotliqlarga qartilgan ma'nosi diqqatdan soqit qilingan va tarjimada shu so'zlardan muvofiq biri tanlanmag'achqa tarjimada xatolik kelib chiqqan.
ikkinchi fitna degan zodi nima? Maqolamizda muloyiza qilingan fitna degan so'zdimi yuqorqi hodisa mavjud. Bu so'zning mo'yimligi biri bu bir odatlik so'z emas. Qur'ondagi mo'yim bir uqum. Yana biri bu uqumning xato tushunilishi sababli odatdagi ishlarmi e'tiqod darajasi ko'tarilib ketyapti. Natijada kishilarda fitnadan qo'rqish psixikasi avj elib, tanqid berish, fikr qilish, taklif, loyiha sunish deganlarmi yo'qab, kishilar sukutni a'lo biladigan holatga yuzlanmoqda. Fitna so'zining jamiyatimizda ayollarga, tanqidchi va boshqacha fikr qiluvchilarga kamsitish, masxir qilish va zarba berish uchun ko'proq qo'llanilayotganligi uchun bu so'zning haqiqiy ma'nosini yeshib, bu kasal ro'yi holatni tahlil qilish muhim bo'lib qoldi. Uyg'ur tilida fitna, töhmat, yolg'on, o'sak deganga ma'nodosh bo'lib, ig'vo, fasod so'zlar bilan birga keladi. Bu so'z odatda yomon so'z, asosi yo'q gap, quturatqu, ibora degan ma'nolarda qo'llaniladi. Uyg'ur tilida bu so'zning salbiy ma'nosi bundan necha yuz yil burunla muqimlashgan bo'lib, Chag'atay Uyg'ur tilining izoliq lug'ati degan kitobdimi fitnagar degan so'z uchraydi. Ma'nosi fitna paydo qilg'uvchi demakdir. Fitna so'zi arabcha lug'atda sinash, imtihon qilish, zorlanish, bir narsani yoqtirish, fikr o'xshamasligi, qalaymaqonchilik, sarangliq, zalolat, ozg'unliq, aldash, zo'ravonlik, qiyin qistoq, odam o'ltirish, balo qazo, musibat, yomonlik, minnat degan ma'nolarni bildirdi. Bu so'z turkchada ozdirish, yo'ldan chiqarib etish, fasod, orasini buzish, ixtilof, ofat, musibat, qiyinchilik, balo qazo, jazo, sarangliq, dinsizlik, vahshiylik, qalaymaqonchilik degan ma'nolarni bildirdi. Bu kalima Qur'onda 30 oyat tilga ilingan bo'lib, ko'p ma'nolik uqumlardan biri. Fitna Qur'onda imtihon, ya'ni sinoq. Baqara surasi 102 oyat. Balo, ya'ni musibat. Haj surasi 11 oyat. Ozdirish. Maida surasi 41 oyat. Aldash. Saffat surasi 162 oyat. Qaymoq turish, eziq turish. Ayraf surasi 27 oyat. Sarang. Qalam surasi 6 oyat. Azab, ya'ni o'tqa tashlanish. Anfal surasi 25 oyat, Zariyat surasi 13-14 oyat. Sabab va chora. An'am surasi 23 oyat. Gunoh. Tövbe surasi 40 oyat. Urush qilish, ya'ni o'ltirish. Nisa surasi 91, Azab surasi 14 oyat. Qalaymaqonchilik, buzg'unchilik. Al Imron surasi 7 oyat, Tövbe surasi 47-48 oyat. Va bisim, ya'ni zulm, arziyat, yomonlik.
Baqara surasi 191, 193, 217 oyat. Nisa surasi 101 oyat. Anfal surasi 39 oyat qatorliq ma'nolarda kelgan. Fitna so'zi Qur'onda Uyg'ur tilidagiga o'xshash bir ma'nilik va butunlay salbiy ma'nilik so'z sifatida ishlatilmagan. Misalga alsaq, mol-mulk va balalarning inson uchun bir fitna, ya'ni imtihon ekanligi zikr qilingan. Anfal surasi 28-oyat. İnsanlarga fitna, ya'ni zulm, besim, qiyin qistoq, arziyat va yomonlik qilishning odam o'ltirishdanmi cho'ng va ig'ir gunoh ekanligimi? Baqara surasi 191, 217-oyat. Biz muloyiza qilayotgan fitna atalg'usi bilan ifodalangan. Qur'onda fitna, ya'ni besim, zulm, asorat tugatilgicha kurash qilishga buyurilgan. Fitna so'zining ma'no jihatdan arab tilidagi ko'p ma'nilik so'z bo'lganligi, tus jihatdan mutlaq salbiy yoki ijobiy degili bo'lmaydigan bir so'z ekanligi yuqoriqilardan ma'lum. Ammo Qur'onning Uyg'urcha tarjimasida bu so'z ba'zi joylarda xuddi zarba degan so'zni birli ma'noda olganga o'xshashla bir ma'noda elib qo'yilgan. Masalan, Anfal surasi 39-oyat. Fitna tugagan, din butunlay Alloh uchun bo'lganga qadar ular bilan urushinglar. Qur'onning Uyg'urcha tarjimasini o'qiyotgan Uyg'ur o'qirman bu so'zning asli arabcha lug'at ma'nosini o'ylashmaydi. Tabiiyli bu so'zni fitna fasod, fitna ig'vo deb tushunadi. Sura mazmunidan qaraganda bu yerdagi fitna, zulm degan ma'noda. Ondan boshqa Baqara surasi 217-oyatda fitna odam o'ltirishdanmi qattiq gunohdir deyilgan. Uyg'urcha o'qib, Uyg'urcha tafakkur qilayotgan o'qirman bu oyatni o'qiganda fitna so'zining arab tilida ziyonkashlik qilish, zulm qilish, azoblash, qiynash degan ma'nolarni bilmagachga fitnaxo'rlik qilishni qotillikdanmi ig'ir gunoh ekan deb xato o'ylab qoladi. 3. Bizdagi Qur'onga zid fitna. Uyg'ur jamiyatida fitna so'zining Qur'onga zid holda ko'proq ayollarga zulm qilish, haqorat qilish, ularning psixik aloyidliklarini kamsitish va masxir qilish uchun qo'llanilayotganligi kishini bearam qiladi. Fitna fasodning ayollarga mansub qilinishi mustabid tuzumdagi kuchga, boyliqqa, huquqqa cho'qinilgan jamiyatda yetilgan kishilarning tipik aloyidligi. Odatda podshohlik, kommunistlik va mustabidlik asos qilingan allarda kishilar bir-birini barobar ko'rolmaydi. Bo'libmi, jismoniy jihatda ojiz kishilar kamsitiladi. Bundaq jamiyatda ayollar barliq yomonlik, buzuqchilik va noshoyon ishlarning manbasi deb qaraladi. Ayollarning psixik va fiziologik aloyidligini yomonlikning manbasi deb qarash insoniyatning jaholatlik tarixining bir qismi. Yevropaning cherkovlar hukmronlik qilgan 1000 yilga so'zilgan qorong'u yillarda ayollarni inson deyish kerakmi emasmi degan munozara bo'lgan. Ayollarni jamoatdan, hayotdan ayiribmi qanoat qilmay, to'mirdan
tambal kiyishga majburlagan va buni diniy majburiyat qilib tushuntirgan. Xitoyda ayollarni uydan chiqarmaslik uchun ularning putlari bo'g'ilgan va uydan chiqmay avval eri o'lsa o'g'illarga qul bo'lishni ayollik axloqi deb targ'ib qilingan. Shimoliy Afrikada ayollarning xatnis qilingan bo'lib, hozirmi bu qabilaviy odat islomga uyg'un deyilib davomlashmoqda. Ayollarni qul qilgan, kamsitgan, bo'qqan, jaholatlik tarix hamma millatda bo'lgan. Ammo bugungi Uyg'urlarda ba'zilarning ayollarni fitna manbasi deb Qur'onni dastak qilishi haqiqatan yerginishlik. Ularning ba'zilari bilib, yana ba'zilarining bilmasdan asli Qur'on va hadisda boshqa ma'noda kelayotgan ko'p ma'nilik fitna uqumini Uyg'urcha fitna degan birli so'zga bog'lab ayollarni kamsitishni dinga uyg'un qilib tushuntirdi. Bu xuddi ayollarni o'zi bilan barobar ko'rmaslikni, urushni erkaklik bilgisi deb tushundiganlarning Qur'ondagi ayollarni ayirvatinglar, ayrilib turg'izinglar degan ma'nodagi zarba so'zini urush ma'nosidagi zarba deb tushunib, ayollarni dumbalagandek bir ish. İnsanlarga o'rtaq bo'lgan so'z cho'chaq qilishni qasdan ayollarga bog'lab, bu gapga Qur'onni sherik qilib, ayollarni kamsitish va masxir qilish madaniyatsizlik bo'lib, uning dinimiz bilan aloqasi yo'q. Bu faqat bir qism kishilarning o'zining jaholatlik kallasiga singib ketgan yovuzlik, hakavrlik va yovaylikni dinni burmalash orqali haqliq ko'rsatib davom qilmoqchi bo'lishidan iborat kasal xohishi xolos. Qarshi fikrdagilarni fitnaxo'r deyishmi, kommunist podshohlik tuzumlarda yashagan kishilarda ko'proq bir kasallikning alomati. Ular qarshi fikr qilguvchilarni ayblashda fitna qildi deganning o'rniga boshqa gap qilsimi bo'ladi. Bu so'zning o'rniga to'kmat, o'sak desa tamoman bo'ladi. Ammo Qur'onda fitna ko'p o'rinda uchraydigan so'z. Keskin rad qilingan ish bo'lg'achqa va fitna qilish eng keskin oyatlar bilan cheklanganligi uchun fikr qilgan kishilarga fitna qildi degan qalpoqni kiydirib, gunohkor qilish uchun qasdan shundoq deydi. Fitna so'zi tilga ilingandan keyinla fitna cheklangan oyatlar misol keltiriladi. Shuning bilan farqli fikr qilgan, tanqidda bo'layotgan yoki xizmatlardan norozi bo'lgan kishi o'zini fitna qilayotgandek his qilib bo'ldi qiladi. Qur'onda tilga ilingan fitna so'zining biz bugun tushunayotgan fitnaxo'rlik bilan munosabati yo'q. Fitnaning yomonlik, ozdirish, asorat va arziyat, zulm degan ma'nosiga loyiq harakatlarga erlar ayollardan bakrak qobil bo'lishi mumkin. Qur'onda o'sak so'zlash va uning gunohligi ayollarga o'rtaq bo'lib, bulardan jins ayrimay saqlanish savobdir. Gapning xulosasi, fitnani Allohning o'rgatgani bo'yicha tushunsak, fitna sinoqdirki, bizga kelgan har musibat, yomonlik va xirslar bizni tavlaydi, savobga, g'albaga erishtirdi. Fitna zulmdirki, Allah bizni har vaqt dilimiz, tilimiz
va harakatimiz bilan qarshi turishga undaydi. Fitna sababdirki, jahonda har qanday chatoq, chegish va har bir to'qinoq bir sababga bog'langan bo'ladi. Hech qanday bir natija sabab qilinmay qo'lga kelmaydi. Fikr qilish, aql ishiltish Qur'onda har zamon ta'kidlangan ibodatdir. Qur'onda fikr, tanqid va o'qitchilik qilganlar fitnaxo'r deyilmagan. Tafakkur cheklanmagan. Balki fikr qilganlarga ziyonkashlik qilish haqiqiy fitna sanalib, odam o'ltirishdanmi qabiy gunoh deyilgan. Tugidi. 2018-yil fevral Anqara. Avtorning Tafakkur va to'zoq degan kitobidan elindi.